eringiz xiyonat qildi, chunki siz aniq kafolatini berib aytayotgan bo'lsa, bu mutaxassis emas. Assalomu alaykum. Men Botirov Bahodir Mamatisakevich, psixologiya fanlari nomzodiman, ya'ni psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktoriman. Sizlarga mana shu blogda psixologiya o'zi nima, psixologik ma'lumot deb nimaga aytiladi, psixologlar qanday va kimlar psixolog bo'ladi va hokazo shunga o'xshagan masalalarni yoritishga, yordam berishga qaror qilganman. Mana shu blogda shu masalalarni sizlar bilan birgalikda hal qilamiz degan umiddaman. Har qanday soha o'zi ilmiy soha. Demak, psixologiya ham o'zining ma'lum bir ilmiy bazasiga, asosiga ega. Psixolog deganda kim nazarda tutiladi? Pedagog psixolog nazarda tutilishi mumkin. Psixologik konsultant nazarda tutilishi mumkin. Bundan tashqari etnopsixolog degani bor, ijtimoiy psixolog, psixolog, psixodiagnost, klinik psixolog va hokazo. Psixologiya keng qamrovli. Inson faoliyati borki, o'sha faoliyatning albatta psixologik jihati ham bo'ladi. Demakki, o'sha joyda psixologning faoliyatini kuzatishimiz mumkin. Aksariyatda psixolog deganda odamlar Instagramdagi blog yuritadigan fuqarolar nazarda tutadi. Men fuqarolar deb qo'raman, chunki bularning aksariyati ilmdan yiroq. Ilmdan yiroqligini qayerdan bilamiz? Biron bir voqea va hodisa haqida gapirayotganda hech qachon hech kim yoki xatti-harakatga bir sababni ko'rsatayotgan bo'lsa yoki bir sababdan bitta oqibatni ko'rsatayotgan bo'lsa, bu mutaxassis sanalmaydi. Eringiz xiyonat qildi, chunki siz deyotgan bo'lsa, bu mutaxassis emas. Farzandingizni xulqi buzildi, chunki siz degan aniq kafolatini berib aytayotgan bo'lsa, bu mutaxassis emas. Bolangizni holati og'irlashdi, chunki siz deyotgan bo'lsa, bu mutaxassis emas. Chunki insonning xulqiga, insonning miyasiga ta'sir qiladigan 1,5 milliondan ortiq omil bor. Bu mutaxassislar esa qo'shtirnoqli mutaxassislar bitta oqibatni bitta sabab bilan bog'lashadi. Vaholanki bir sababdan 1000 xil oqibat yuzaga kelishi mumkin va 1000 xil oqibatning avvalida bir sabab bo'lishi mumkin.